Ushbu loyiha Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman biznes rivojlantirish banki tomonidan amalga oshirilmoqda. Loyihamiz Dardoqtepa MFI 162 konturga semichka ekilgan 10 gektarga. Mana ikkinchi etapini hozir monitoring qilyapmiz. Kungaboqarlarimizni agrotexnik ishlari amalga oshirilgan. Hozirda holati juda chiroyli holatda. 66 ta dehqon xo'jalik tomonidan yutib olingan bu yer. Ko'chatlarimiz holati yaxshi. Gektaridan 4 tonnadan, xudo xolasa, jami 40 tonna hosil olishni rejalashtirganmiz. Lider tadbirkor sifatida Sohibqiron 3.7 MChJ tanlab olingan hamda shartnomalar imzolangan. Ko'chatlarimiz holati